Yig'lasang-chi dedim jahlim chiqib. Shunday ustozing o'ldi axir, dod solib yig'lamaysanmi ko'rnamak? Yo'q, u aslo yig'lamadi. Har ish Allohdan ekanini bilgani uchun Allohga tom ma'noda taslimligini bildirib turibdi. 6 oydan beri ayrilgani, kechalari sog'inch olovida yongan, diydoriga to'ymagan shayxi ko'z o'ngida vafot etgan bo'lsa-da, Mahmuddan bir tomchi ham ko'z yoshi chiqmadi. Tirik ustozidan ayrilganida selob bo'lib yig'lagan ko'z endi ustozi bu dunyoni tark qilganida aslo ko'z yosh to'kmayapti. Bu qanday iroda bo'ldi? Bu qanday taslimiyat bo'ldi? Ochig'i unga men ham hayron qoldim. Men uning iymoniga, sabriga qoyil qoldim. Lekin bu holat menga shu qadar azob beryaptiki, sal qolsa o'lay deyapman. Bu dunyo o'zi yolg'on, lekin o'zini haqiqat qilib ko'rsatadi. Xudoyi shunday deb biroz o'ylanib qoldi. Ichida nimalardir dedi, lekin buni hech kim eshitmadi. Bu so'zlarni faqatgina men eshitdim u noiloj unga ergashdim. Kim kutar sendan vafoni? Yolg'on dunyo sen emasmi? Muhammad Mustafoni olgan dunyo sen emasmi? Sehr ila aldab zotini, maydonga solib otini, olamga dard sirtmog'ini solgan dunyo sen emasmi? Qasd aylab xalqning o'ziga, tuproq to'ldirib ko'ziga, g'aflat ahlining yuziga kulgan dunyo sen emasmi? Beshinchi martaba. Nafsi rizoiya. Alloh ulardan rozi bo'ldi. Ular ham u zotdan rozi bo'ldilar. Bayinna surasi 8-oyat. Nafsi rizoiya, rozi bo'lgan, shukrona qiluvchi nafs demakdir. Bu oliy maqom valilarning martabasidir. Natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar Alloh taoloning taqdiriga butkul rozi bo'lish, taslimiyat ko'rsatishdir. Bu martabaga erishgan inson yaxshilikni ham, yomonlikni ham bir xil qabul qiladi, chunki har ish Allohdan ekanini anglab yetgan bo'ladi. Istanbul, 1588-yil. Mahmud Xudoiy. Shunday podshohga qul bo'lginki, Xudoiy umuman boshqa yo'lda edi. Butunlay boshqa odam bo'lib qolgan edi. Endi u talab qiluvchi tolibi ilm emas, talab qiluvchi olim edi. Murid emas, murshid edi. Yo'l qidirgan emas, yo'l ko'rsatuvchi edi. Ishqqa oshiq edi. Menga qarshi, ya'ni nafsiga qarshi har doim jihodda edi. Oramizdagi kurash hali tugamadi, ammo bugungacha bo'lgan janglarning barchasida Xudoiy g'alaba qozonib kelyapti. U meni juda yaxshi tanib olgan edi. Meni 5 barmog'idek bilar, otning qashqasidek tanir. Nima qilishimni, nima deyishimni oldindan sezar edi. U hatto meni ham o'ziga o'xshatib qo'ygan edi. Axir men nafs edim-ku. U qanday qilib bunday qila olyapti? Aslida odamlar mening hukmim ostida bo'lishi kerak edi. Xudoiy esa meni o'ziga qul qilib oldi. U nafsini, ya'ni meni Allohga yo'naltirdi. O'zi doim shunaqa bo'ladi. Meni tanigan odam o'zini ham tanib qoladi. O'zini tanigan esa Allohni aniq taniydi. Har ishni undan deb biladi, aslo isyon qilmaydi. Xudoyning tilidan nega, nima uchun degan savollar chiqmaydi. Dunyoga ham parvo qilmaydi. U o'zligiga sodiq bir insonga aylangan edi. O'zi o'zgarmaganga yarasha meni ham butunlay boshqa nafsga aylantirib qo'ydi. Endi mening shaklim ham o'zgardi. Uning menga aylanib qolishi qiyin, ammo mening unga aylanishim haqiqatga yaqinroq bo'lib qoldi. U har bir savolining javobini haqiqat kitobidan topdi va shunga qanoat qildi.
men unga aslo yaqinlasha olmaydigan bo'lib qoldim. U mening haqiqat haqidagi har bir kalomimni eshitar, unga ergashar, amal qilar edi. Biroq botil haqida so'z ochsam og'zimga urar, unga aslo amal qilmas edi. Vaziyat teskari bo'lib qoldi. Men uni o'z yo'limga torta olmadim, ammo u meni o'z yo'liga solib oldi. Yo'l ham, vaqt ham, so'z ham uniki bo'ldi. Men esa unga ergashishga majburman. Shayx uftoda foniy dunyodan boqiy dunyoga ko'chib ketgach, Xudoy bursada bir kun ham tura olmadi. Har doim yo'lda bo'ldi. Yo'lga chiqqan insonga yo'llar shifo deydilar. Safarga chiqishdan maqsad uzoq joyga yetib olish emas, balki yo'l yurish, masofa bosish edi. Ustozidan keyin xalq uning bursada qolishini har qancha istagan bo'lmasin ko'nmadi. Chunki bundan ancha avval uftoda hayotligida endi sening manziling Uskudardir degan edi. Uskudar Istanbuldagi tarixiy joy, hozirda Istanbulning bir tumani. Xudoy shayxining so'zini yerda qoldirishni istamadi. Boshida Rumeli viloyatida qishloqma-qishloq, diyorma-diyor kezdi. Borgan har bir joyida Haq taoloni haqiqiy ishqni va'z qildi. Nafsni, ya'ni meni qanday yengish mumkinligini hikoya qildi. Bu uzoq diyorlarda bilmaganlarga bilganlarini o'rgatdi. Sevganini sevdirdi. Biror xonadon ko'rsa u yerga kirib, dilidagi hikmatlarni tiliga soldi. To'g'ri deb bilgan yo'lidan aslo to'xtamadi. Alloh yo'lida tili gapirishdan tolmadi. Sukunat dunyoviy kalomlardan uzoq turish degani edi. Sukunat bir hol tarzi edi, hatto muborak hol edi. Ammo eng asosiy sukunat to'xtamasdan haqni anglatmoq edi. Xudoy ham dilidagini tiliga to'kib sukut qildi. Zero Xudoy umrining qanchalar qisqa ekanini, vaqtning chegaralanganini yaxshi bilar edi. Ammo uning g'oyasi buyuk, yo'li uzun edi. Har borgan diyorida uftodadan o'rgangan ilmini o'rgatdi. Chinakam munosib shogird bo'lishga g'ayrat qildi. Ammo u bilmas ediki, uftodaning o'zi ancha yillardan beri uning yo'lidan yurayotgan edi. Xudoy o'zini xuddi nafsi yo'qdek, ya'ni men yo'qdek tutar, nafsini xizmatkor qilib olgan edi. Men, ya'ni kimsan nafs endi bir insonga, Xudoyga qul edim. Uni o'z tomonimga o'zgartira olmaganim yetmaganidek, aksincha unga o'xshab borayotgan edim. Gohida yolg'iz qolganida xuddi meni ro'parasiga o'tqizdirg'izib olgandek menga nasihat qilar, hidoyat yo'liga chorlar edi. Bir kuni Xudoy Bulg'or diyorida hech uxlamay kechani ibodatda o'tkazgan edi. Men ham nafsligimga borib uning xayolini uyqu bilan chalg'itdim. Ko'ziga uyqu ilintirishga urindim. Shunda u meni go'yo jismi bor insondek bilib, xuddi men ro'parasida o'tirgandek menga qarab shunday dedi: "Ey nafsim, bilaman, sen ham menga imtihon qilib berilgansan. Vazifangni bajaryapsan. Ammo bu kurashda men ham seni yengishni oliy maqsadim qilib olganman. Axir bilmaysanmi, ikkimizni ham Alloh yaratgan. Insof qil, baraka topkur. Jonim hiqildog'imga keldi. Men bilan ishing tamom bo'lgan. Meni o'ylamasang ham o'zingni o'yla. Bu ketishda halok bo'lasan-ku. Meni ham o'zingni ham oxiri zulmat bo'lgan yo'lga sudrama. Sen kuchli bo'lsang ham bilginki, izingdan aslo ergashmayman. Chunki men ishq nurini ko'rdim. Bor yo'g'imni unga, Alloh taologa fido qildim. Modomiki men kuchli ekanman, sendagi buncha o'jarlik, isyon nima uchun? Sababi nima? Tafakkur qilmaysanmi? Hali ham tushunib yetmadingmi? Men aslo Alloh yo'lidan, uning hidoyatidan qaytmayman.
yo menga ergash, yoki bas qil ey nafs. Bu gaplardan keyin kuchsiz raqib, jangning o'rtasida qilichi singan, chorasiz va mag'lub raqib men ekanimni tushunib yetdim. Shunda ham voz kechmoqchi emasman, ammo o'zim ham kurashaverib, yengilaverib, nihoyatda holdan toydim. Toqatim qolmadi. Xudoy menga nasihat qilib bas qilishimni buyurib, o'z yo'liga yetakladi. Keyin esa yana dilidagini tiliga to'kdi. Ilhomi kelib pichirlab she'r ayta boshladi. Bilaman, bu she'r men uchun edi. U she'r orqali menga o'git bermoqda edi. Ey nafs, yetar bu zalolat, insofga kel, insofga kel. Xoyu havasga iltifot, insofga kel, insofga kel. Bu odat, bid'at nimadur, shuhratu zinat nimadur, quruq hirs havas nimadur, insofga kel, insofga kel. Bir kun esar bodi ajal, joningga beradi halal, ixlos bilan qilgil amal, insofga kel, insofga kel. Qilma yaratganga isyon, bel bog'la haq amri tomon, yodi uchun topib imkon, insofga kel, insofga kel. Xudoyning tilidan shu misralar to'kilardi. U oxirgi nafasigacha men bilan bo'ladigan jangidan ko'ngli to'q. O'zidan benihoya amin turibdi. O'ziga bu qadar ishonchi komilligining yagona sababi Allohga taslimiyati kuchli iymoni edi. Har doim ko'ngli xotirjam, dunyo dardidan, dunyodan voz kechib, boshiga kelgan har narsani Allohdan deb bilar edi. Uning dardi kuchli edi. Ammo dardni bergan Alloh shifosini ham berishini bilar edi. Bu sinovlar Allohdan kelgani uchun ham sabr qilar, hatto bu dardni chin yurakdan sevar edi. Rumeli viloyatida amri ma'ruf nahiy munkar qilib nasihat va hikmat ulashgach, Xudoyi otining tizginini Istanbul tomonga burdi. Istanbulga ilk kelgan Nazirzoda afandining shogirdi bo'lgan paytlari u oddiy talaba edi. Uni hech kim tanimas edi. Hozir esa uning nomi, ilmu taqvodagi shuhrati o'zidan oldinda ketayotgan, umrida ko'rmagan insonlari ham unga ta'zim ko'rsatayotgan edi. To'g'ri, bu ham shon shuhrat edi. Ammo bu biror mansabga chiqish yoki boy badavlat bo'lish yo'lidagi shuhrat emas edi. Bu hurmat e'tibori ega bo'lgan narsalar tufayli emas, balki ko'zini chirt yumib dunyodan voz kechib yuborganining mukofoti edi. Bunday shon shuhrat kulfatdan ziyoda ne'mat, zahmatdan ziyoda marhamat-ku. Xudoyi tinmay shukr qilar, shukr qilmay turib bir so'z ham aytmas edi. Odamlar mol, mulk, shon va shavkatga ega bo'ldim deb shukr qilsa, bizning Xudoyi boyligini, dunyo matohlarini tark qilganiga shukr qilar edi. Uning shukri yo'qlik uchun edi. Xudoyi to'qlikni azob deb bildi. To'qlik qudug'iga tushib qolmaslik uchun har on Allohga yolvorib iltijo qildi. U Rumeli diyoridagi vazifasini tugatib Istanbulga kelgach, talabalik davrida o'zi tahsil olgan kichkina Ayo Sofiya masjidida va'z irshod qila boshladi. Istanbul xalqi ham Xudoyining ilmdagi, darvishlikdagi dong'ini eshitgan edi. Ayniqsa dunyoga oid nimasi bo'lsa, barchasidan voz kechib, oddiy darvish bo'lgani tillarda doston edi. Eng oliy martabalardan biri bo'lgan qozilik maqomini, mol davlatini, xullas hamma narsasini tashlab bir shayxning xonaqohida darvishlik choponini kiygani xalqning nigohida Xudoyini yuksaklarga ko'targan edi. Shuning uchun ham qachonki Xudoyi va'z qiladigan bo'lsa, madrasa lim-molim to'lib ketar, odamlar qo'lidagi har qanday ishini tashlab uni eshitish uchun kelar edilar. Uning kalomida qandaydir sehr bordek edi. Chunki u oldindan o'ylab o'tirmas.